Ikki voqelik, ammo tamoman farqli taassurotlar. 1945-yil Hirosima va Nagasaki. Yadro energiyasi ilk bor qurol sifatida ishlatildi. Insoniyat hali tayyor bo'lmagan bu kuch minglab begunohlar hayoti evaziga sinovdan o'tdi. 1986-yilga kelib esa Chernobilda ushbu voqea qayta takrorlangandek bo'ldi. Oradan qariyb 40 yil o'tgach, yadro energiyasi yana bir bor o'zini eslatdi. Bu safar u urush quroli emas, balki tinchlik maqsadida qurilgan atom elektrostansiyasida yuz berdi. Ikkala holatda ham zanjirli yadro reaksiyasi sodir bo'lgan. Hirosima voqeasi insonlarga bu kuchni biz boshqara olamiz degan umidni berdi. Chernobilda esa insoniyat boshqara olmaydigan kuchlar ham bor degan xulosaga kelishdi. Buning oqibatida 3 shaharni kun ko'kka sovurildi. Ba'zilarida esa chuqur izlar ham qoldi. Masalan, Elephant's Foot yoki fil oyog'i nomi bilan tanilgan mashhur qotishma. U beton, grafit, temir, uran yoqilg'isi va yadro changining qotishmasidan hosil bo'lgan. Reaktor haddan tashqari qiziganidan paydo bo'lgan bu jism hodisadan yillar o'tib olimlar tomonidan suratga olishga erishilgan. O'sha paytlar bu jism yaqinida atiga 2 daqiqa turish inson hayoti uchun o'lim bilan teng edi. Insoniyat o'zini ulkan salohiyatini ko'rsatdi, ammo ayni paytda o'ziga qarshi eng xavfli qurolni ham yaratdi. Yadro energiyasi bu taraqqiyot kaliti ham, halokat sababi ham bo'lishi mumkin. Uni qanday ishlatish insoniyat tanlovi. Ammo har qanday tanlov ortida mas'uliyat bor.